Bugungi kunda Oqoltin tumanida 15.000 gektar asosiy maydonga g'alla ekilgan va 1000 gektar chorva oziqa uchun g'alla yetishtirilgan bo'lib, bugun 1-iyun holatiga Oqoltin tumanida qariyb 90% maydonimiz to'liq pishib yetilgan va pishib yetilganligi sababli mana Bobur qishloq xo'jalik klasterini 3 ta Viktor kombayi bugun o'rimga tushdi. Fermer xo'jaliklarda ham to'liq maydonlarda o'qarg'ilar ko'milib, o'rimga tayyor qilib qo'yilgan. Tumanda mavjud 40 ta o'rim kombayi mavjud bo'lib, shundan 19 ta otryad shakllantirilgan. Otryad boshlig'i, ichki ishlar xodimi va yong'in xavfsizlik xodimi va qo'riqlash xodimlaridan biriktirilgan. Bularga to'liq avtomashinalar ajratilgan, tashish uchun kombaylar soz holda ishga tushirilgan. Mana bugungi kunda Oqoltin tumanida Sarbon Qohor fermer xo'jaligida 25 gektar maydonda o'rim ishlari boshlab yuborildi. Bu maydon hozir mana o'rtacha hisoblaganimizda 65 sentnerga to'g'ri kelyapti. Qolgan maydonlarimiz ham nasib, xudo xolasa 25 gektar maydonimiz 65 sentner berayotgan bo'lsa, qolgan maydonlarimizni 80 sentnerda chamalab turibmiz. Yurtboshimiz topshirig'iga asosan 80-100 sentnerga g'allani yetishtirish niyatimiz bor. Va bunga hosil yaratilgan, bugungi kunda hosil mavjud.